GM hamda Inomarka mashinalarida eng arzon joyiga yetib keldi. Ya'ni biz hozir doimiydek Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Cars Premium Motorsga yetib kelganmiz. Birinchi bo'lib narxlarda qisqacha do'stlar cho'zilmay kilometrlari, narxlari hamda kraskasi bilan aytamiz. Videoni boshidan aytib qo'yaylik. Va mashinangiz sizga qimmatroq bo'ladimi yoki arzonroq bo'ladimi? Barter almashtirib berish xizmatlari bor. Xizmatimiz bor, trading xizmatimiz bor. Assalomu alaykum. Shuhratjon, charchamang. Ishlar yaxshimi? Birinchi bo'lib qaysidan tanishtiramiz, Shuhratjon? Hamma yaxshi ko'rgan Cobalt'dan boshlaymiz. Cobalt'dan eng arzon, eng hadovoy. Ha, o'zbeklar eng yaxshi ko'rgan mashinalardan bittasi. Hop, Cobalt'imiz 2022-yil 113 ming kilometr masofa bosib o'tgan, propan gazi bor. Zo'r. Ikkita detalda kraskasi bor, narxi arzon chiqqan. $9100 dan tushib beramiz. Mayda juda tuninlarni qilib beribdi. Ha, oldi farali midnight bo'lgan, bakovga alishtirishgan, yaxshi balon taqilgan. Zo'r. Balonlar. Salon holatlari ham ideal. Salon holatlari ham cho'tka holatda turibdi mana. Salonlarga, ya'ni chexollargacha kiygizib, o'sha CC2 monitor, mashina narsalariga Cobalt kerakli hamma narsa qilingan. Maza qilib minorasi. Gerb labovoy ham Gerb-lavoy ham qo'yib qo'yilgan. qo'yib qo'yilgan ekan. Maza qilib olasiz, minasiz. $9100. $9100 dan ozgina tushib beramiz. Tushib beriladi, xohlasangiz. Keyingisi elektromobil so'raganlarga Netta S 2024 37 ming kilometr yurgan, bitta zaryad bilan 520 yuradi. Bunimizni $21900 dan tushib beramiz. $21900 dan tushib beriladi. Keyingi mashina. Xo'p, Kia K5 mashinamiz 2022-yil 79 ming yurgan, 2 motorli eng full pozitsiyasi. Bundan keyin GT Line. Xo'p, buni narxini $26500 dan tushib beramiz. $26500 dan tushib beramiz. Keyingi mashina? Primer so'raganlar ko'p edi, arzonroq Primer olib kelib qo'ydik. 2020-yil 160 ming yurgan. Xo'p, buni narxini 22200 dan tushib beramiz. Kraskasi bo'lsa? Kraskasi mana shu qanotda kraskasi bor. Qolgan joyi holatlari zo'r. Bitta qiziqarli mashina chiqib qoldi, mana shuni ko'raylik. Epica mashinamiz bor. Xo'p, 2011-yil 9000 kilometr masofa bosib o'tgan. Absolutno stok holatda. Balonlari ham yangi. Balonlari ham yaxshi koreyskiy yumshoq balon qo'yilgan, kumxo'sh shumka bo'lgan mashinamiz. Chexol, polik, xullas zo'r. Yaxshi qarab, ehtiyot qilib minilgan mashina. Chexol poliklarda ham yaxshisidan nima qilingan ekan-da, solingan ekan. Lyuki bor. Lyuki 2 mexanika, lyuki boridan. Lyuki boridan, yaxshisidan. Propan yo'q, bu benzindan. Ammo shumka bo'lgan. O'zlari uchun tayyorlashgan mashina edi. Buni egalarida o'zida turibdi, $15000 dan tushib beramiz deyishyapti. 15000 dan ozgina tushib berishadi. Tonirovka ruxsatlari. Tonirovka ruxsatlari bor. Bor. Olasiz, minasiz, maza qilasiz. Zo'r. Xo'p, keyingi mashinamiz. Keyingi mashinamiz Kia K8 restyling bu. Xo'p, 2025-yil 4000 yurgan, bu gibrid versiyasi. Gibrid, ha bu. Hozir O'zbekiston sotuvdagilar hammasi 2 turbina motorda chiqqan, bu 1.6 turbina motor, gibrid versiyasi. Gibrid versiyasi. Ham turbina, ham gibrid. Shunaqa. Buni zaryadga qo'ymaysiz, o'zini zaryadlab ketaveradi. 6 ta 6,5 benzin rasxod qiladi. Zo'r. Buni 52 mingdan tushib beramiz. $52,000 dan tushib beriladi. C16. Hop, Leap Motor C16 bu ancha ommalashib qoldi. 2025-yil. Bu restyling model hisoblanadi. 9000 kilometr yurgan, yaxshi balon qo'yilgan. Xo'p, buni narxini 30200 dan tushib beramiz. 30200 dan tushib beriladi. BMW X5. Hop, X5 eng full pozitsiyasi hisoblanadi. 2020-yil 79000 yurgan. BMW narxini 69000 dan tushib beramiz. 69000 dan. Mashina adashmasam polniy shumka bo'lgan, pnevmalari bor, lazerli optika, stakanchilik isitadi, sovutadi, massaj, xullas eng full pozitsiyada bor narsa bor. Eng full pozitsiyasi hozir qulib ekan, to'g'risi ochmaydik, qisqacha nima qildik. Pastdagi nomerlarga aloqa etsangiz, xohlasa arzonroq qilib berishadi. Bunimiz mashinamiz Link & Co. Bu Zikr 9X da primoy konkurenti, narxi arzonroq chiqadi, bitta zavoddan chiqadi ikkalasi keyin. Bitta tomosidan chiqadi edi. Zo'r. Xo'p, buni 2025 1200 kilometr yurgan gibrid bu ham. Eng full pozitsiyasi, 2 turbina motorligi. Eng full pozitsiyasi. Xo'p, bunimizda nimalar bor ichki salonda? Buni hamma narsa bor. Massaj, abduv, abagrev, полоса движения, avtotormojение, orqa stendlar aylanadi. O'sha Zikr 9X da nimaki bo'lsa, bunda ham to'liq shunaqa bor. Bu arzonroq chiqadi Zikr 9X dan. Arzonroq, mana shu aylanadigan stendada hamma yo'g'i bor. Tevasida mana panorama. Orqada monitorlari ham Zikr 9X dan 2 barobar katta. Ha, monitorlargacha bor. Shuni ko'rsatsak bo'ladimi? Bir yo'l ko'rsatib beraylik, ko'pchilikga qiziq. Adashmasam pardalarigacha bor ekan, o'ziniki. Orqa shtorkalari ham bor. Pardalarigacha bor. Mana tayyor holatda olaman, minaman deganlar uchun hozir sizlarga bir yo'l ko'rsatib, ko'pchilikga qiziq, endi buni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mana, shunga ekan masalan.
Boshqa motorda ham kino ko'rib ketsa bo'ladi. Bu ko'proq hozir trendga chiqyapti. O'sha PlayStationlar ham PlayStation ulovlab. ulardan maqsa bo'ladi. Maza qilib. Avtopilot bor. Shopirsiz ham bu mashina harakatlanaveradi. Avtopilot ham bor. Avtopiloti bor. Avtopilot kameralargacha ko'ryapsizlar, ammo orqalarimizgacha ko'rsatishyapti. Qayerda nima bo'layapti, hamma yo'q bor. Zo'r, gap yo'q. Bu mashinamizni 67 mingdan ozgina tushib beramiz. Necha ming kilometr yurgan? 1200 kilometr yurgan. Yangi ekan-da. Hisobda yangi mashina. Yangi mashina ekan, mana tagida. Hamma yo'lgacha bor, diskalarigacha. Bu polni elektromobilmi? Yo'q, bu gibrid hisoblanadi. 200-250 kilometr elektrda. Общий gibrid rejimda 1200 kilometr yuradi. 1200. Расход qanaqa? Shahar ichida 7-7,5 rasxod qiladi benzinda. Danni yo'lda 6 ta. Danni yo'lda undan ham kamayadi. Zo'r. Keyingi mashinamiz Li 9 Ultra, boshqacha rangda, qora oqchan zerikanlarga. Zo'r. Bu Li 9 endi o'sha zikrga ham, bunga ham hammasiga yangi bo'lar ekan. O'zini oqlab bo'lgan mashina bu. Sinovdan o'tib bo'lgan. 2020 motor, 22 ming yurgan. Xo'p, buni 58800 dan tushib beramiz. 58800 dan. Bu nima, ultrami yo'qmi? Ultra pozitsiya, eng full pozitsiya. Eng full, Xudo xolasa. Zavodskiy Michelin balonlarda, parodlari bor. Hamma ruxsatlari bor. Keyingisi? Hop, Hyundai Santa Fe 2.5 motorda eng full pozitsiyasi 2021 61 ming yurgan. Xo'p, buni narxini 32 mingdan tushib beramiz. 32 mingdan tushib beriladi. Tonirovka ruxsati. Tonirovka ruxsatlari bor, parod qo'yilgan, yumshoq balon, shumka bo'lgan. Shunaqa oldi Rexonalar bron bo'lgan. Broni-plonga asosiy joylari. Bunimiz Keyingi mashinamiz Cherry Tiggo 8 Pro Max. Eng full pozitsiyasi 2 turbina motorligi 2023. 23 ming kilometr yurgan. Buni narxini 24800 dan tushib beramiz. 24800. Bu ham stok holatda turibdi ekan. Stok holatda turibdi, kraskalari toza. Toza. Tonirovka ruxsatlari bor, yaxshi yumshoq balon taqilgan. Zo'r. Hop, keyingi mashinamiz. Bu mashinamiz Dipal S07 bu baraka bo'lib sotildi. Yangi egalariga olib ketish qarab turibmiz, olib ketishadi. Yana bitta eksklyuziv mashinamiz Mercedes-Benz W203 bor. 2007 150 ming mil yurgan bu. Kilometr yo'l yursa 240 ming, 250 ming kilometr atrofida bo'ladi. To'g'ri. 100% stok holatda, 2 atmosferli motor. Buni bu ham egalarning o'zida sotib berish xizmati olib qo'yganmiz. 14500 dan ozgina tushib beradi egalar. 14500 dollardan. Kasallar egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzlashtirib berishadi. O'zlari kelishib olaveradi. Shu Mercedes bilan Epica'ni sotib berish xizmatiga olib qo'yganmiz. Egalar bilan primo gaplashib, baraka qilsa bo'laveradi. Xo'p, undan tashqari Onyx Tracker arzonroq mashinalari ham bor edi. Ular endi sotilib ketdi. Ha, ular kelib qoldi. Shu 1-2 kunda yana kelib qoladi. Salonda yangiliklar bo'ladi. Xudo xolasa Gentra, eng hadovoy mashinalar ham bo'ladi. Arzondan tortib qimmatgacha. Asli nomerlarga aloqaga chiqib foydasidan oldimsan, Xudo xolasa chiroyli qilib bonuslarni beramiz. Shurajon, e'tibor uchun rahmat. Rahmat.